Qozon yuvadigan vositamiz. Biror idishga ozgina to'kib olamiz. Gazim negadir qozonni qoraytiradigan bo'lib qoldi. Keyin xo'jayinim tuzatib berdilar. Faberlik kompaniyasidan maxsus sim shotka. Qozon tagiga ozgina olov yoqib, qozonni o'tarib ishqaymiz. Yana qizajalar buni ham oson ketkazadi. Ko'pchilik yaxshi ketkazmadi deydi, lekin juda ham yaxshi ketkazadi. Sim shotkada yaxshilab ishqalab, buni qilib artamiz. Mana очень круто. Hadi. Mana bu tarafı. Voy. Oraya qozonda. Endi bu tarafı. 5 minut vaqtingiz ketadi.